Assalomu alaykum, bobo dehqonlar, dehqonchilik ishqibozlari. Chesnoylarni yeb turinglar, rosa hozir oshga bosib yeydigan holatda kelib qolyapti. Bu holatga kunda hali o'zini yeyolmaydigan hididan bir hidi bor deydiganlar ovqatga oshga soldirsa, oshga soldirib yesa juda ham foyda bo'ladi-da, juda mazza bo'ladi-da. Sizlar rosa taninglar mana. Koni foydada, buni koni. Yeb turinglar. Dehqonchilik ishqibozlari kanalimizni kuzatib borayotgan barchaga chesna yeb turishlarini taklif qilaman. Agar o'zi buni svejisini kunda bir dona zupchigini yeb tursa qancha odamning organizmiga foyda. Chesnoylarimiz hozirgi kungi holati xo'p. Bugun 21-aprel holati yana 5 plus bo'pti mana. Bir palisi ham bo'ladi mana shunga bitta barmog'im sig'adi. 5 plus bo'pti mana bunday holatda. 5 plus degani shu 0 deydi mana shunda. Agar barmog'imga tegsa 0 dan tepa bo'lsa srednidan 0 bo'lsa sredniy, 0 dan tepa bo'lsa xil bo'ladi. Xudo xolasa chesnalarimiz xil bo'lyapti, Allohga shukr. Juda ham mazza, juda ham chiroyli. Bu tomonda mana tarvuzlarimiz ochib tashaldi. Tarvuzlar palayda. Bu tomonda kalamlarimiz bo'p qoldi, Xudo xolasa. Pishib qoldi, mana shu oyda oxiriga sotamiz, Alloh nasib qilsa. Kalam gardar bo'lsa kelaveradi, jo'nataverasizlar, Xudo xolasa. Videomizni Toshloq tumani Sarkan shaharchasi Bo'yqo'l mahallasidan olyapmiz. Farg'ona viloyatidan biz, Farg'onadan. Vodiydan biz. Sog' bo'linglar. Hamma dehqonchilarga Alloh baraka bersin. Chesna yeb turinglar. Chesnalar haqiqiy koni, vitamin, koni odamning organizmiga foyda. Buni foydalarini internetda meditsina xodimlari juda ham bir tibbiyotga aloqasi bor insonlar juda ham yaxshi gaplar bu to'g'risida, chesna to'g'risida juda ko'p ma'lumotlarni qo'ygan. Buni endi biz faqat foydaliligini gapiramiz xolos. Boshqa u mikro elementlarini tushunib olmaymiz, lekin foydaliligini aniq bilamiz. Yeb turinglar, tavsiya qilaman.